shunchalik zo'r bo'lsangiz qanaqa hisoblab beringchi, qaysi qo'ydan foyda ko'proq, urg'och qo'ydanmi yoki deb qo'chqorlardanmi so'rashibdi. Qani ketdi, sizlar bilan bitta hisoblab ko'ramiz. Hop, 5 ta qo'chqor oldik. Живой vesi 55 kilodan, kilosini 72 ming so'mdan oldik. Bitta qo'chqorimiz 3960 mingga tushdi. 5 ta qo'chqorimiz 19 million 800 mingga tushdi. Bularni 1,5 yil boqamiz. 6 oydan almashtirib sotamiz, ya'ni 3 marta almashtiramiz. Bitta qo'chqor kuniga 5 million yemaydi. 5 ta qo'chqoringiz 1 oyda 750 million yemayapti. 6 oyda bu summa 4,5 million tashkil qiladi. 500 ming har bittasini dori-pori pulga ketadigan bo'lsa, общий 5 million 5 ta qo'chqoringizni rasxodiga ketyapti. 1 million 1 milliondan tushyapti. Bitta qo'chqor sredniy o'lim deganda har bitta qo'chqorga shuncha yem berganingizdan keyin sizga 6 kilodan semirib bersa, 6 oyda 36 kilo bo'ladi. Ya'ni 36 kilo ves qo'shadi. 55 kilolik qo'chqoringiz sizga 6 oydan keyin 91 kilo bo'lib qaytadi. 6 oy boqqandan keyin qo'chqorlarni gumburlatib semirtirib yuborasiz. Yaxshi yeydi, yaxshi chiroyli holatga keladi. Shu sababdan siz qo'chqor kilosini o'lim deganda qassobga yoki olib sotarga 75 mingdan o'tkazsangiz bo'ladi. 91 kilolik qo'chqoringizni 75 mingdan sotganingizda bitta qo'chqoringizga 6 million 825 mingdan tushadi. 5 ta qo'chqor puli 34 million 125 ming so'mga aylanadi. Qo'chqorlarni sotgan pulimiz 34 million 125 ming bo'lyapti. Ulardan ketkizgan rasxodimiz 24 million 800 ming bo'lyapti. Shunda 5 ta qo'chqorimizdan bizga yarim yil 6 oyda 9 million 325 ming qoladi. 1,5 yilda 3 marta aylantiradigan bo'lsak 9 million 325 ming 3 marotaba 27 million 975 mingga tushadi. Ya'ni qo'chqorlardan 1,5 yil ichida siz 27 million 975 ming minimum olsangiz foyda olsangiz bo'ladi. Bu 5 dona qo'chqordan. Xohlasangiz 10 ta boqing, xohlasangiz 50 ta boqing. Navbat urg'och qo'ylarga, urg'och qo'ylarimizni bo'g'oz holatidagi yoki tug'ishga tayyor bo'lgan holatdaligini 5 tasini 5,5 million so'mga olamiz. Общий summa 27 million 500 bo'ladi. 18 oy, ya'ni 1,5 yil bu qo'ylarni boqadigan bo'lsak, hammasini yeb ichiga 500 mingdan oyiga ketadigan bo'lsa, 9 million so'm pul bo'ladi. 1,5 million dori-darmon xarajati vitaminlariga ketadi. Общий summasi 10 million 500 ming bo'ladi 1,5 yilda xarajatingiz. Hop, ona qo'ylardan nimasidan foyda? Albatta bolasidan foyda bo'ladi. Bolasini biz 2 marta ola olamiz. 2 marta olganimizda sutga to'ydirilgan holatda 5 oylik sotadigan bo'lsak, 10 ta bola bo'ladi. 10 ta bolasini siz kamida 3,5 milliondan sotsangiz, sizga bu toza 35 million foyda beradi. Hop, bularni sotganimizda bolalari bizga 35 milliondan qoldiryapti. Onalarini qo'yib sotaveradigan bo'lsak, onalari ham 5,5 milliondan ketadi. 27 million 500 bo'ladi. Общий ikkalasini qo'shganimizda 62 million 500 mingga aylanyapti summa. Bularni общий yeb ichishi bizga 10 million 500 ga aylangan. Sotib olishimiz ona qo'ylarni 27 million 500 ga tushgan. Xarajatimiz 38 million so'm bo'ldi. Sotig'idan tushgan summasi 62 million 500 bo'lgan. 62 million 500 dan 38 million ayiradigan bo'lsak, 24 million 500 sof foydamiz kelib chiqadi. Ya'ni ona qo'ylar va bolalardan bizga 1,5 yil ichida 24 million 500 qolar ekan. Xo'p, sizlar nima boqqan bo'lardinglar? Qo'chqorlarmi yo ona qo'ylarmi? Ona qo'ylardan bizga 24 million 500 qolyapti. Qo'chqorlardan 27 million 975 ming so'm toza daromad qolyapti. Qaysi bir kimga qulay? Kommentar yozib ketinglar. Bizga like bosib, podpisatsiya bo'lgan bo'lsanglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib ketinglar.